Barchaga assalomu alaykum. Xo'p. Do'stlar, mana bu yigit qidirilmoqda hozir. Menimcha turmadagi akalarimiz ko'rishgan bo'lsa kerak. 228 moddasi, ya'ni narkotik bo'yicha qo'lga tushgan. Rossiyaga borganiga 20 kun bo'lganida qo'lga tushib, hozir qamoqda ekan. Ismini Sherzod dedingiz a? Xo'p, kechagi shortimizdan keyin shu Dimakamizni zallariga hozir kelsam, mana даже turmadan tashab berishgan. Akşam günü bilen qaradim. Siz o'zingiz Qoraqalpog'istondan keldingizmi, xola? Turkiya. Nima bo'ldi endi? Boshdan bir gapirib beringchi. Nima ahvoldasiz? Ahvolim yaxshi emas, bolam. O'zim joyim. Bolam evvel bir yıl 8 ay ishlab keldi. Qasiladi. Ne? 21-chi hazırlayayım. Şu 2021'de 22'de geldi. Bir yıl 8 ay işlep geldi. Oydu ki beni davalattı, nesetti. İşlep geldi. Keyin yana yaqinda ketdimi shunda? Yaxshi zo'r edi. Xo'p. Bir de fevralning O'tgan yil fevralda ketdi. Ketdi. Keyin martning 1'inde qo'lga tushganda. Martda 1-sida qo'lga tushdi. Nimadan? Narkotikdan. Narkotikdan dedi. Nima dedi sizga? O'zim qildim dedimi yoki meni pastava qilishdi dedimi? Men deb oldi. Men balam kart izden ekan hozir o'zi karmaritini yudirib turadi dedi. Xo'sh. Karmaritini yudirib ketma balam dedim. Gunoh izden ekan dedim. Sputnikda biza ina toza bozor yonida bo'lsa, Sputnikda Zeytinda ham bola kursdosh ekan. Shu bola borib shonda ishlab yurgan. Keyin Sherzod debdi, yaxshi ishlaymiz. Ana ishtasa endi malyarka ishlagan. Keyin malyarka ishga ketaman deb ketgan. Ketdi, havo. Dan keyin naytdi, hozir yana malyarka ishlab ketdi. Ko'rsangiz ukajonim mashina pulini ham sen mashinada kelaver, o'zimiz to'lab olib qolamiz degan. U mashinaning ham 1,5 million pulini bermay kuydirganlar, bermaganlar. Keyin u bola Beruniydan ekan u bola. 4 gün arayak Beruniydan. Beruniydan bolalar chaqirishdi. To'g'rimi? Yo'q. 4 gün o'zidan Zeytinda ham bola chaqirdi, ishga deb. Bu borib ishlab boradi. Mashinaning ham pulini bermaydilar. Yo'l kirayini bermay, bitta ishlasin, keyin beramiz deb olib qolganlar. Bolani olib qolganlardan keyin bunu güvenmeyen o'xshaydilar. Ya bizani mahalladosh Zeytinda ham bola chaqirtirib 91-yil ekan, 2 ta bolasi bor ekan. Xola, qarang. Odamlar tushunishi uchun qisqaroq, bulundaroq qilib aytaman sizga. Xo'p. O'g'lingizni kim chaqirib oldi? O'g'limni Zeytin degan bola chaqirib oldi. U bola qayerlik? Shu 4 yildan Qoraqalpog'istonlik. Qoraqalpog'istonlik. U bola ham o'zi hozir qamoqda. O'g'lim qamoqda. Bu Sherzod bor dedi, borib dedi telefonda. Bolam aytdi u bo'yicha. Xola, bo'lmasa bu ishni yo birgalikda qilgan yoki birgalikda pastava bo'lgan. Hozir siz ayting. Bor Sherzod degan borib surat olib kel degan. Bolam aytdi u bo'yicha. Bu suratda shunday olgan yonib o'chgan dedi. Kim gapirmoqda tutqanlardan olib borganlar. Kim ko'la tushdim netdim degan. Ko'la tushdim degan. Keyin u bola versen yig'ib turgan vaqtimda bu bolani shu kvartirasidan tutib ketganlar. Uni ham tutib olib borganlar. Kvartiradan chiqqanmi? Narkotik. Shuni bilmayman, aniq bilmayman. Bu bolani ham tutib ketganlar. Sizning nechta farzandingiz bor? Bitta. Bitta farzand. Boshqa yo'q. Nechinchi yil? 97-yil. 97-yil. Bolam 97. Boshqa farzand yo'q. Uylantirmagansiz a? Yo'q, uylanmadim. Turmush o'rtog'ingiz bormi? Yo'q, qaytish bo'lgan. Bitta o'g'lingiz bor. Bitta o'g'lim bor bo'lgan. Hozir O'zbekistonda boshqa hech kimingiz yo'q sizda. Birgina nogiron ukam bor bo'lgan. 75-yil Rustam degan. Nogiron. Uje oila yo'q-da, to'g'rimi hozir? Yo'q, oila yo'q. Oilamiz yo'q. Shunday turib, keyin menga telefon etdi. Shu Toshkentda ekan, Bahrom degan, menda privetchik ekan. Mendan 5 million pul olmadi. Переводчик. Advokat tutib beraman deb.
Nima qildi keyin? Buni ham tashlab berib Pulni oldi, bo'ldi, yo'q o'zi. o'zi yo'q bo'lib ketdi. Bunaqa muttahamlar haqida ko'p video chiqarganman. O'sha bu yoqda provetchik ekan Bahrom degan shu aytdi. O'g'lingiz dedi qo'lga tushdi. Qancha vaqt bo'ldi qamoqda ekanligida hozir? Qancha vaqt bo'ldi qo'lga tushganligiga? Bir yil bo'ladi. 1 yil bo'ladi. Martda. Urushga qo'l qo'yib qo'ymadimi? Yo'q qo'ymayman apa dedi. O'lsam o'laman qo'ymayman. Qo'ymayman dedimi? Dedi. Siz uchun qo'ymayman dedimi? Harakat olsin. Aytdi. Endi ayting. Apa dedi. Timir o'lmay borarman siz uchun. Xo'p, xolajon, endi ayting. Bizdan nima xizmat ayting? Mana shu xizmatlaringiz shu bolam sho'ra kelsa, deport bo'lib kelsin, sho'ra kelsa bo'ldi. Bo'lganman qaytsin. So'ng yuboraman. Qarang. Aslan o'lsam ham yuboraman. Hamma davlatda qonun qoidalari bor-da. Mana shu ota-onalarga har doim farzandlaringni yubormanglar deb turib ham yuboryapti. Mana shu sizdek insonlar yig'lab internetga chiqyapti-ki, bitta ikkitasini ko'zi ochilyapti. Bo'lgan. Endi bu ahvol nima? Shuncha internetdan qancha vaqtdan beri meni kuzatasiz? Men shu Katanada. Bir bir O'g'lingiz qo'lga tushgandan keyin kuzatishni boshladingizmi? Hava shundan keyin boshladim. Shundan keyin ungacha bilmaysiz. Yo'q, menda kichkina telefonim bor edi. Kichkina telefonda qamoqda vaqtim qutok tashida deydi. Soat kechki 3da, 4da, 5 qutok tashida. So'ng telefon qilsam, mablag'ingizni to'ldiring deydi. So'ng kechasi bilan yurayman. Mana shu neden pul tashlab beringlar deb 30 ming, 20 ming ya klipdan so'ng mashinani to'xtatib, "Men pul tashlab beradilar." Shundayna sestra yo'q pulimiz kerakmidi deb xolajon mamadilar. Keyin kichik telefon so'rash. Tushundim. Keyin birsi menga bu telefonni berdi. Gaplashib turing deb. Tushundim. Shunday bo'ldi. Tushundim. Xola qarang, sizga bitta narsani aytaman. Buni hozir ko'pchilik ota-onalar ko'radi. Mana shu videoni. Ko'rsinlar, hech qachon yubormanglar pullarni. Yubormang. Endi achchiq bo'lsa ham haqiqatni aytaman, xola. Bizlar hozir to'g'ridan to'g'ri ta'sirimizni o'tkaza olmaymiz Rossiya qonuniga. Agar O'zbekistonda kelib qaysidir millat kelib turib bir narkotik bilan tushib qolib qo'lga qamaladigan bo'lsa, bu toshni qamaladi, buni hech kim qutqara olmaydi. Hech kim qutqara olmaydi. Apa mehnatdan bor ekan foyda deydi. Endi xola sizga maslahatim to'g'ri uyga boring. Kamchilik bo'lsa men sizga aytay, siz menga ayting. Kamchiliklarni to'ldirib qo'yaylik, lekin orqasidan bora ko'rmang o'g'lingizni. Hech narsa qila olmaysiz. Zakaranam oldim. Yo'q. Yo'q. Kelmang dedi. Yo'q. Kelmang degani shu. Shu kelmang dedi. Foydasi yo'q. Boshqa ota-onalarga ham shu. Farzandingiz agar 228 moddasi bo'yicha Rossiyada qamoqda bo'lsa, orqasidan bora ko'rmang. O'g'il farzandingiz bo'lganida edi, borib turib bitta advokatni yonlab nimadir qilish mumkin edi. Lekin hozir mana shunday bir ojiza ayol nima qilsin? Qayerga borsin? Siz qayerga bordingiz hali yana? Bordingizmi posolstvo va konsullarga? Ha, bordim shu yog'inaga. Nima deyishdi? Hali javob kelmadi dedi. Azondan borib keldim. Yog'i sizga qog'oz ko'rsatdim. Hali javob kelmadi dedi. Ana shu qog'oz, yana buni hali javobi yo'q ya. Telefon etsam, "Amin so'la" dedim. Yana borib aytdim. Keyin Xolajon qarang. Keyin nadaga nada? Xolajon qarang. Har kuni butun Rossiyaga 200 dan to 500 gacha bolalar 228 narkotik bilan qo'lga tushyapti. Yo pastava qilishyapti, yoki haqiqatdan bolalar qilib qo'yapti. O'zbek puliga har bir dastavka qilishiga 100 ming so'm uchun butun umrini, jonini riskovat qilyapti. O'zbek so'miga 100 ming rubl bo'ladi. 1,5 ming rubl, 500, 300 rubl bilan qilyapti. 300 rubl qancha bo'ladi? 45 mingmi qancha bo'ladi? 45 ming so'm bilan shu ishni qilishyapti bolalar. Endi xolajon, men sizga bitta narsa aytay. Sud o'tdimi? Sud o'tdimi? Nada? Bitta yoqqa suv berib yuboring. Ina shu altimizdagi martda 3-da soti bo'lgan. Keyin bu ne yazgan, yani ne dedi, bilirsin, yazmadım apa dedi. Şimdi iyunun 5'inde yine sota bo'ladi ekan uka. Iyunning 5'iga advokatlaring bormi? Yo'q, yo'q. Advokat yo'q. Advokat yo'q. Yo'q.
Shu Bahramda yana shu vaqtda 5 million amallab Agar Moskvada bo'lsa, advokatim bor edi. Bu to'ladi ekan. to'ladi ekan. to'ladi. To'ladi. Shuna yordam beraman deganingizda sizni shu izladim. Tushundim. Shuna. Suvdan ichib oling. Yaxshi. Endi Shuna amallab kelib bo'lamikan. siz ko'rdingizmi, xola? Ko'rining. Xola, siz ko'rdingizmi urushdan bolalarni qochirib olib kelganimda? Gördüm. Ko'rdingiz, Ana ha? o balani bir joyda birini yatırıp koygan ekansizlar. Qarang, qo'limdan kelgan ishni qila olaman deyman. Hava. Lekin xafa bo'lmaysiz, ona. Meni qo'limdan keladigan ish faqat sizga ko'z quloq bo'lib, alo degan paytingiz bir bozorlig'ingizga pul taylab bera olaman, qarash olaman. Lekin hozir o'g'lingizni qutqarib qola olaman degan xayolim yo'q meni. Unaqa kuch yo'q. Nima uchun? Sababi 228 bu narkotik bo'yicha Rossiyada terrorizm, odam o'ldirganga, narkotik davlat ishiga aralashganlarni umuman qutqarib bo'lmaydi. Odam o'ldirganda ham qutqarsa bo'ladi. Lekin narkotik bo'yichani umuman qutqarib bo'lmaydi, xola. Ming afsus. Qarang, Qoraqalpog'istondan kelibsiz bir umid bilan. Hozir sizga na prezident, na vazir, na boshqasi, na tashqi ishlar hech kim yordam bera olmaydi, xolajon. Hech kim. Yordam berasiz. Faqat umid Allohdan. Allohga duo qilasiz, farzandim urushga qo'l qo'yib qo'ymasin. Sog' salomat kelsin deb. Endi mana prezidentimizdan bir qarorni kutyapmiz. O'sha turmadagilarni almashtirish, yaqinga Qozog'iston bilan almashtirishdi. Yaxshi. Qozoq millati O'zbekistonda qamalganlar, Qozog'istonga o'zbek millati qamalgan bo'lsa, mana shu o'rnini almashtirishdi. Endi mana sizning murojaatingiz to'g'ridan-to'g'ri prezidentga bo'ladi. O'zingiz ayting. Shu turmadagilarni olib kelishsin. Mayli shu yerda qamalsin. Shu yerda qamalsin. Mayli shu yerda qamalsin. Ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Lekin Rossiyada hozir ko'rib turibman. Şimdi sizi görüp tursam falan bir görsem eliyle 2 ay vardı havasına düştü. Yılında ya bu kadın balanız dedim, onun balasım 97'den çeleyken balam kamarıp yatıptı. Balanız bilen bir şey dedi. Balam ki pastap ki pardon dedi, şu anda işteydi okşaydı. Balam şu ortağın gelin bir tür apargan narsalardan berip tur desem mayli ayıp turibman beraman deb aytdi dedi. Elang so'rashmam ko'ring. Onajon, qarang. So'rashim 1,5 mingta ona ertadan kechgacha bitta WhatsApp gruppaga sabrli ota-onalar degan gruppani bormisiz, yo'qmisiz? bilaman. Butun O'zbekistondan yig'ilgan ota-onalar hammasini farzandi qamalib yotibdi. Men o'zim aka soatimcha yo'qdan shu size telefon etgan vaqtimda WhatsAppda yozib bering deganingizda men shu unga aytdim, tushunmayman dedi. U WhatsApp yo'q, meniki u dedi-da. Ya telefoningizda tushib bo'lmadi, WhatsApp o'tirib bo'lmadi dedimi? Sonra yazıp bilmem, iş kılıp özgürlüğü tipi taparmam. So'rang mana, prezidentdan so'rang. So'rang. Nasıl sorayım? Prezidentimiz, ülkemisiz, ekemisiz. Sizden iltimas sözü bir yalgız. Balam şaladı. Ölüp kalmasın canım. Eken yardım verin balama. Yardım verin, iltimas sizden. Eğer bir ana bitirip verseniz görüp dursam oldu. Görüp dursam oldu şu bana. Yıltamaz size. Apa ayıttı şuradan. Şu apa dedi, şu yandan su toladı yakın. Apa dedi, giyin degen prokuratura var eken, şuna varıp izlersin görün. Gen prokuratura. Ama şu dedi, balana dedi. Endi beni alıp ötüp gapingizni oldimu? Urganchgacha borib ketman. Tashqi ishlar vazirligiga murojaatimiz, mana shunday onalarimiz qachongacha sarson bo'lishsin? Aeroportni yopinglar dedik. Chegarani yopinglar dedik. Hali turmushga chiqmagan yosh 18 yosharli qizlar
borib fohisha bo'lib ketyapti. Yosh yigitlar 10 kun borgan qamalib ketyapti narkotik bilan. Ular qanday qamaldi? Bularning orqasini surishtiradigan bormi? Butun bir Moskva bo'yicha 10 ta odam ishlaydi, butun o'zbeklarga. Moskvada 4 million o'zbeklar bor. Endi bu o'zbek yigitlarimizga ham bir qaranglar. Ko'rsating mana oyoq kiyimdi. Onalarimiz mana shunday yuribdi, sarson bo'lib. Qoraqalpog'istondan kelgan. Bir farzand, bir ota-onani o'ylasalaring bo'lmaydimi? Qanaqa o'g'il bo'lasizlar, 45 ming so'm uchun o'zingni 10 yil, 15 yilga qamatsang. Endi biz hukumatdan so'raymiz. Iltimos, granitsani yopinglar. Qamalgan yigitlarni qaytarib olib kelinglar, ularni majburlab, urib, tepib, izolyatorga tiqib, ularni qamab yuboryapti. Ular qamoqda o'tirgan joyida qo'l qo'ydirib, majburlab urushga jo'natyapti. 5 kundan keyin neizvestni yo'qolib qolgan, topolmayapmiz deb javob qaytarishyapti. Bitta ism familiyaga bitta javob qaytaryapti, bo'ldi. Hech kim so'ramayapti, bu o'zbek fuqarosi. Butun O'zbekiston so'rab olish kerak. Rossiyani pishagi yo'q, kuchiga kasal bo'lsa televideniyaga chiqarishadi. Televideniyadan chiqib atvet qilishadi blogerlar deb. Mana haqiqatni chiqarmaysizlarmi? Ota-onalarni ogohlantirmaysizlarmi? Chegarani qachon yopasizlar? Bu ko'z yoshlar qachon tugaydi? 1,5 ming, 2 ming murojaat bor ota-onalar, sabrli ota-onalar. Ertadan kechgacha murojaat qilishadi. Bolam nima bo'ldi bolam? O'lib ketdi. Qamoqda deb. Ketveringlar bolamni, iltimos. O'zi birgina bolam. Bolam beni o'tirib beringlar, iltimos. İltimos. O'zi bir yolg'iz bolam. Voy. Hozir biron kamchiligingiz bormi o'zingizda? Shu bolam kelsa bo'ldi. Oilada qanday ro'zg'or qilyapsiz hozir? 1 yildan beri farzandingiz yiqiya bo'lsa, qamoqda bo'lsa, mahalla, hokimiyat o'sha Qoraqalpog'istonda qanday, nima bir qarashyaptimi, bir so'rashyaptimi hol ahvolingizni? Men shu Rustamda hakime girdim. Ben şimdi dedim bize de az ondine yok. Yani ötüresiz yardım verelim dedi. Tımız advokatı yardım verelim dedi. Lakin yakında boşatıptılar onu. Kongrattan biri boptu, hakim boptu. Arkası hiç yardım vermedi, hiç. Dönüken birisi geldi. Size dedi, kente Siz Qoraqalpog'istonga boring xola. Borib menga bitta alo qiling. Xudo xolasa. Besh yerdan bir odam aytaman, borib uchraysiz. Yo sizga kelib uchraydi, Xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha yordam. Lekin iltimos sizdan va boshqa ota-onalarga ham iltimosimiz, farzandingiz narkotik bo'yicha qamalgan bo'lsa, orqasidan bormanglar. Avvalisi yubormanglar. Soldat yetishmayapti. Hazır amma. Urushda soldat yetishmayapti. Shuning uchun o'zbek, tojiklarda shunday nima qilib bo'lsa ham tiqyapti, bo'ldi. Apa dedi. İçkariga tiqib olsa bo'ldi, ular urushga olib ketishadi. Apa dedi, geldiler uruşa barasanmı dedi. So'rabdimi o'g'lingizdan? So'rabdi, qo'l qo'y, uruşa barasanmı dedi. Meni bitta onam bor, hech kimi yo'q. Men borolman deb aytdim dedi. Apa yana bilinman dedi. Arqi nedeki Oldidagi bolalar ketishgan. Ava ketishgan, ularni urib qo'l qo'ydirgan deb tushundim dedi. Urib qo'l qo'ydirgan. Urib qo'l qo'ydirgan dedi. Lekin men yig'ladim dedi. Yotib yig'ladim dedi. Men bitta onam bor, kasalman dedi. Yig'ladim dedi. Bolam dedim, qo'l qo'yma dedim. Siz uchun apa o'lsa, shu turmada o'ling dedi, qo'l qo'yman dedi. Qo'l qo'yman dedi. 5 kunga o'lib ketadi-da bolalar. Ava qo'l qo'yman dedi. Oxir bir kun borarman yaningizda dedi. Oxir bir kun yaningizda borarman dedi bolam. Qachon keladi? O'g'lingizning ism familiyasi nima? Yakubov Sherzod. Yakubov Sherzod. Mana shu o'rtadagi bola. Mana shumi? Ana shu. Yakubov Sherzod mana Tulada ekan. Agar o'sha Tuladagi qamoqda o'tirgan yigitlar, aka-ukalarimiz bo'lsa, Xudo xolasa bir sal ehtiyot bo'lib nima qilib qo'yasizlar? Tuladan advokatlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa bir gaplashib olaylik, yordam kerak bo'lyapti. Moskvada, Piterda bor, lekin Tulada yo'q edi.
Xolajon bo'ldi, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zi advokatdan yordam beraman derdingiz-ku. Sizlar o'tira olmadim. Tabii kelingdan ayting dedim. Advokatdan yordam beraman, faqat Yo'q. Moskvada bo'lsa-da, bu advokatni ham vallomatini topganman. Endi bu Shu kezde. advokatni ko'rsataman sizga hozir. Mana Hemen iyunun 5'ida sotib oladi ekanda. shunday. Hava. Qayta sot bo'ladi ekanda. Qayta sud bo'lar ekanmi? Hava qayta sot bo'ladi ekanda. Shuni iloji bo'lsa deport etib bermayman ekanlar. Deport etib bersam, meni ish Toshkent o'zimizda ish ko'p ekan, ko'p ekan. Moskvada qamalgan yigitlarimiz uchun do'stlar, Andrey Alyoshkinning raqamini beraman sizlarga. Bu advokat do'stlar, o'sha u Rossiyadagi eng mashhur qo'shiqchi tak Avram Russoni, Filip Kirkorovning advokati. Xo'p. +7 926 746 50 91 Andrey Alyoshkin faqat mana shunday jinoiy ish bo'yicha, og'ir ishlar bo'yicha bemalol telefon qilishlari mumkin. Men gaplashib ko'raman. Agar gaplashib ko'ring. boraman desa, Yaxshi. Xudo xolasa, siz menga Iltimos, raqamingizni berib qo'yasiz hozir. Yaxshi. Gaplashib olamiz, xo'pmi? Yaxshi. Qo'ldan kelgancha. Bo'ladi ekan. Efirimizni, Iltimos. videoni qo'ldan kelgancha tarqatib qo'yinglar. Shu davlat rahbarlariga ham yetib borsin. Rahmat hammalaringga. Ota-onalar ogoh. Narestalarimize yardım verin. Şu resimlerimize yardım verin. Yollada azaplanıp harzar bolup yürüttüler canım ülkelerim. Ülkem yardım verin. Ballarımıza yardım verin. Halkın namından dileyim ben. Kayıkla birlikte atan eleyim. Namından dileyim ben. Yardım verin bana. Yardım verin bizlere. Zaten eli bilenmemedi su bana. Bilenmeyen balaydı. Rahmat. Yanıp kiyip